Chirchiqdagi xavfli lahza jamoatchilikni jiddiy tashvishga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda haydovchi svetoforning taqiqlovchi ishorasiga amal qilmasdan piyodalarni deyarli urib ketishiga bir bahya qoldi. Vaziyat tezda nazoratga olinib, olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida qoidabuzar haydovchi aniqlandi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan ushbu vaziyat nazoratga olinib, qidiruv va surishtiruv ishlari olib borildi. Natijada yuqoridagi qoidabuzarlikni sodir etgan haydovchi va avtoulov aniqlandi. Yoshingiz nechida? 33. 33 da qayerda istiqomat qilasiz? Chirchiq shahar. Chirchiq shahar. Nima ish qilasiz? Taksichilarga. Chirchiq shaharda bo'ldi. Shu Shabadaga yetmasdan chorrahada bo'ldi. Piyodani ko'rmasdan o'tib ketdim. Piyoda o'tayotgan joyda aybimga iqrorman. Lekin men bu narsani bilib qilmagandim. Bu vaziyatim shunaqa bo'lib qoldi akalar. Uzr so'rayman, ming uzr. Jamiyatga tavba qildim. O'zingiz ham aytasiz, 5 yoshli farzandim bor deyapsiz. O'shalarni o'rnasida sizni oila a'zolaringiz bo'lib qolganda qanaqa fikr bildirardingiz? Xuddi ularni ko'nglidan nima kechayotgan bo'lsa, xuddi ularni ko'nglim, men ham ko'nglim xuddi shunaqa bo'lardi aka. Men ham ularga o'xshagan odamman. Haydovchining harakatlari piyodalar hayotiga tahdid sifatida baholanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bugun bo'lib o'tgan sud jarayonida haydovchi aybli deb topildi. Sud qayd qilingan holatlariga tegishli huquqiy baho berib qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 128-prim 10 birinchi-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybli deb topilsa va unga transport vositalarini boshqarish huquqidan 2 yil muddatga mahrum etib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 10.300.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Ko'rib turganingizdek, jazo muqarrar. Shu sababli haydovchilardan yana bir bor avtomobil yo'lida yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.